أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعيل الأول. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxari rahimahullah'ның Al-Adabul Mufrad namlıq bu hadis kitabının davamını oquymiz. 102-ci babı kepdik. Babun hal yujlisu xadimahu ma'ahu iza akala. Tamaq yegan vaqtida xizmatkarini o'z bilan birga o'ltirg'izamdu degan bab. 200-ci hadis. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه دين رواية قلندكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مندق ديگن إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فإن لم يقبل فليناوله منه. Agar sizlarning biringlarga xizmatkari taomini, tamaqini ap kelsa, uni o'ltarg'usin, ya'ni o'z bilan birga o'ltarg'izib, tamoqdan yegizsin. Agar uni qabul qilmasa, ya'ni uni xohlamasa, unda qilishni, u tamoqdan uni sunib bersin. Sahih hadis, ya'ni agar xizmatkarini ma'lum bir sabablar tufaylidan o'ltarg'izishni xohlamasa, o'ltarg'izmasa bo'ladi. Tamoqdan sunib bersa, sen yegin deb qulug' bersa bo'ladi. Chunki uni o'ltarg'izmaydigan har xil sabablar bo'lishi mumkin. Yoki alayda bir mehmon bo'lishi mumkin va yoki boshqa sabablar bo'lishi mumkin. 201 hadis. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال قال أبو محزورة شندق تيدو كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه من عمر رضي الله عنه وزرد أولترتم Safan ibn Umayya bir tavaq ap keldi, ya'ni bir tabaq tamaq ap keldi yoki bir das degandek. U tamoqni bir qancha kishi bir dasturxonda ko'tarib olgan edi. Ular u tamoqni Umar roziyallohu anhuning oldiga qo'ydi. Umar roziyallohu anhu miskin, faqir kishilarni va qullarni chaqirdi, atrofiga chaqirdi. Fa akalu ma'ahu. Bular Umar roziyallohu anhu bilan birga tamoq yedi. Ondan bu chaqda Umar roziyallohu anhu shundaq dedi. Fa'alallahu biqawmin aw qala lahallahu qawman. Ya'ni ravidiki shak. Allah shundaq bir qavmni qabih qilib etsin, yoki la'nat qilsin. Yarg'abuna an ariqaihim ay yakulu ma'ahum. Qullar bilan birga yeyishdan, qullardan yuz o'riydigan bunda qavmni Allah qabih qilsin, Allah ularga la'nat qilsin dedi. Faqala Saffan mundaq dedi. Ama vallahi ma narghabu anhum. Biz ulardan yüz örümdük Allah bilan qasam. Lekin biz nastasiru alayhim. Lekin biz ulardan özümüzni a'la bilamiz. Nu'siruhum bolsa masalan, ularni a'la bilamiz bo'ladi. Nastasiru alayhim özümüzni birinchi o'rin qo'yamiz. La najidu vallahi min at-ta'ami at-tayyibi ma na'kulu wa nut'imuhum. Allah bilan qasamki, biz özümüz yeydigan va ularni yedirdigan yaxshi tamoq topolmaymiz. Safar roziyallohu anhuning demoqchi bo'lgani, biz ulardan yuz o'rimidik, bizning ular bilan birga o'ltirib yegimiz bor. Lekin bizning holimiz mushu. Bizning tamoqimiz faqat o'zimizga aron yetidi. Qullarga, bu faqir miskin kishilarga yetmaydi. Shuning oldi bilan o'zimizning bolasini, ayolimizni birinchi o'ringa qo'ydik demoqchi. Chunki yot kishilarga qaraganda yaxshilik qilishga o'zi, ayoli, bolalari, urug' tuqqanlar eng haqliq bo'lganligi uchun. Bugungi dars mushagich bo'lsin. Subhanak Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.